Biz 12 yılda yana 3 stansiya kirgende biz taqdim bilan chiqqan edik. Onda biriga 3 stansiya 3 tarixiy isim biriga. Birisi Ulug' Muhammad, Xon Ulug' Muhammad ismi, ikkinchisi Baxtiyor Kankayev ismi, uchinchisi Suyinbeka ismi. Ammo lekin bizning talabga, bizning fikrni tanlamadılar. Qo'ydilar aviastроительный, ham qo'ydilar Severный vokzal, ham qo'ydilar Яшьлек. Hozir bizning talab tog'i bir yangi stansiya Dubrovnoye anga qo'yirga ya Bilar, ya Suyinbeka. Bilar qo'ysam bek o'rinli bo'lar, chunki unda boshlana bizning burungi boshqalarimiz Bilar qolasina yo'l boshlana. Mana sizning talablaringiz o'talmaganda narsaga belab o'ngatasiz? Bu endi zo'r siyosat bilan bog'langan. Chunki bizning shaharning hokimiyati ul xalqning fikri bilan, xalqning munosabati bilan bog'lanmagan. Chunki erklik saylovlar bo'lmaganda ular nechikda hokimiyatga keladilar degan xalqning fikriga qaramaylar. Shunga ko'ra bu siyosat bilan bog'langan. Xalq saylovga tegish qozonolmagan. Shu vaqtda u xalq fikriga qarayacak, ham xalqqa e'tibor etacak. Siz mana Qozon meri bilan o'zingiz uchrashishga o'ylamadingizmi? Qozon meri bilan uchrashuv, uning bilan uchrashuvga bek og'ir. Abam bilan uchrashuv yengilroq uning bilan. Uning endi hozir 11-yili ketdi, ammo lekin uning bilan uchrashuv bek zo'r masala. U bo'lmay turgan xiyol. Shuyda sizga javob berami Qozon meri? Yo'q, birningda javob da bergan yo'q, bir narsa yo'q. Jamg'iyat masalalar, ular xalqdan Allohga qo'ltegadir. Bular bunda olgandag'in, bir boshqa komiteti raisi qo'l qo'ygan, bir o'zi shu tarixiy masalalarni hal etgan. Bu ism qo'yilgan 100 yilga, 200 yilga qo'yilgan bu ism. Ularni o'zi olgandag'in bir kishi bir Kalinkin hal etgan. Ular yaramay, bu durust.